Assalomu alaykum hammaga. Akalar, bugungi videoda Lacetti hamda Gentra mashinalarini, podushkalarining farqini ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu Lacetti mashinasini podushkasi bo'ladi. Ko'pchilik zapchastchilar bilishadi, H4 bo'ladi, GM'niki. Hop, Gentranikini ko'radigan bo'lsanglar, bu H2, bu korobka podushkasi. Motor podushkasi misolida ko'radigan bo'lsak, bu ham GM'da, bunda ko'rishingiz mumkin, Y2 xuddi shu Gentraniki S2 bo'ladi. Buni farqiga keladigan bo'lsak, Lacetti'ni motori ob'yomi katta bo'lgani uchun unga H4 podushkasi maslahat beramiz va Gentrani ob'yomi kichkinaligi hisobiga motordan ham farq qilgani uchun hamma mashinaning o'zinikini qo'ygan yaxshi, ko'rishingiz mumkin. Bu faqat original podushkalarda farq qiladi. Mana rezinkasida farq, ataki hamma joylar tushishlari birga bir. Buni ko'rishingiz mumkin, bizda koreyskiy varianti ham bor. Bunda lekin yozilmaydi. Kimga kerak bo'lsa, buni Xitoyi hamda koreyskisi bizning do'konimizda nalikida bor. Bundan bizda podushkalardan Spark, Nexus, Lacetti, Cobalt, Gentra hamda Nexus mashinalariga Epica, Captiva, Malibu 1, Malibu 2 hammasiga bor. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga podpiska tashlashni esdan chiqarmanglar. Agar keyingi videolarda sizlarning ham mashinalarni hadovi yoki motorni hisoblab berish kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar.